Assalamualaikum hammaga. Hozir qachon yasab turibmiz, xudo xolasa. Mana bu gazovoy kotyollarimiz. Bu 72 turbolu kotyolimizning ichi. Bu 68 turbolu kotyolimizning ichi. 68 turbolining bitgan holati shunday. İşlerine shunday turba qo'yib suvarga qilamiz buni. Shu yerdan gerelka joyi ochiladi. Shu yerdan gerelka joyi ochilib shu yerga qo'yiladi. Gaz yanib shunday tip chiqib ketadi. Shunday tip gaz shunday turbalar orasidan aralab shunday mo'rdan chiqib ketadi. Xudo xolasa. Shu bu ham shunday. Yasab turibmiz. O'ta tejamkor, ekonomishni pulni arziydigan kotyol. Xudo xolasa. Shoplarimiz çok yolib chiqib turibdi. Shegirda svarka qilib turibdi. Bu ko'mir kotyol bo'ladi bu endi. Videodan ko'rinib turibdi bilinmandan. Ko'mir kotyolun ichi bo'ladi. Bir kömürxonasi bo'ladi. Biri külaladan joyi bo'ladi. Bu yerdan o't yanadi, bir doldurib turib yoqib berasiz. Şöyle o't aylanib, şöyle pesa tushib, keyin bu yerdan aylanib, yana balandga chiqib, bu yerdan mo'ri bo'ladi, mo'ridan chiqib ketadi. 170, 180, 200 kvadratgacha bemalol qizdiradan kotyol. İşlettik, köp yeri o'rnatildi. 9 tochgacha qo'yib ko'rdik. Hali shu gunacha çok ishlat turibdi, yaqqandan qizib turibdi. Zo'r kotyol. Mana kotyollarimiz bu yerda yana zag'ir to'pchalarimiz bor. Xudo xolasa yana ishlatib, bu ham ko'mir kotyol. Yani kotyolning katta tarafı. Bu kotyol 200 kvadratgacha qizdirsa, bu 400 kvadratgacha javob beradigan kotyol. Bu endi pasak bilan to'plashilgan, yana bellardan svarka qilingan, aylantirib ichining kitoblarini, kaseta disini, kömür oladi, kul oladi yerlardan shu narsa bu turbasi bo'ladi, turbalardan suv bo'ladi bunda. Bu kotyolumuz 400 kvadratgacha bemalol qizdiradi. İçindeki kotyol alaman desa, uyini atapene kıldiraman desa, bemalol müracaat etinglar. Videonu atapene qilaman degan ustalar jo'natib qo'yasizlar. Atapene qilib beramiz, kotyol ham yasab beramiz. Xudo xolasa damirdan novi bo'lsa qilib beramiz. Bemalol aytaverasizlar. Dükanchilar bilan ham ishlashaveramiz. Optim narxda beraveramiz kotyollarimiz. Xudo xolasa. Muazzam Qaraqalpoq bo'ylab kotyollarimiz dastavkasi bepul.